Bu ukamiz katta pul topgandan keyin o'ylanib qolibdi. Bu qanday biznes deganlarga bu kirson biznesi bo'lar ekan. Qaranglar, oq sarig'i bo'lar ekan, qizilrog'i bo'lar ekan, har xili bo'lar ekan. 10 ming so'm, 11 ming so'mdan bo'ladi. 11 ming so'mning sifati eng zo'ridan bo'ladi. Hidi priyatni bo'ladi. Dastlabkilarini qilib beramiz. 8 dollarga mana bunday polni o'ralgan sotib olsang bo'ladi. 750 dollarga yarim o'ralganini sotib olsang bo'ladi. Mana bu ham 750 dollar. 700 dollarga mana bunday ochiqini sotib olsang bo'ladi. 3 yil garantiyasini beramiz. Komplektida do'stlar, mana bunda tenti bo'ladi, mana bu joyda 3 xil qolipini qilib beramiz. Mana bunday stoli, avtomat pechada hamda reskalari bilan qilib beriladi. 1 soatda 1000 dona kirson ishlab chiqaradi. Bitta so'mdan 700 so'm pul qoladi. Bu degani 1 soatda 1000 ta kirson ishlab chiqarsa, soatiga 700 ming so'm daromad degani. Buning uchun xomashyon zo'ridan olish kerak va uy sharoitida yaxshi pul topsalang bo'ladi. Eri xotin bemalol qilsangiz bo'ladi. Soatiga 1000 ta kirson ishlab chiqaradi. Kimgadir qiziq bo'lsa, ekran tagida telefon nomerlari bor, bog'lanib olinglar. Ma'murjon o'z kanalidan chiqqanlarga bonuslarni qilib beradi. Sog' bo'lasizlar.